bolamga adenoid tashxisi qo'yildi. Uni oldirishim kerak. Har xil joylarni surishtirdim. Viloyatlarda 1 millionga ham ortdi ekan. O'zi qanaqa usulda oldirishni tavsiya berasiz? Adenoid olish usullari juda ham ko'p hozir kunda. Eng zamonaviysi bu endoskop va shever yordamida umumiy narkozda olingani ma'qul. Birinchidan bola psixik travma olmaydi, chunki narkozda bo'lganda bitta uxlaydi, amaliyot bajariladi, endoskop va shever yordamida bajariladi va uyg'ongan payt ota-onasining oldida uyg'onadi. Boyaga qonni ko'rmaydi. Siz aytgan narxi arzon narxlar ham bor, o'sha viloyat markazida emas, viloyat tumanlarida. Bola shuni o'tkazib qo'yiladi, burniga o'sha lidakani tomizib, o'tirgan holatda o'zini adenotom degan loshkasi bor, pichog'i o'sha bilan og'zidan kirgizadi, bitta kesib olinadi, u qoniydi u. Tasavvur qiling, o'tiribsizda, bitta yosh bo'lasiz, oldingizda doktor, hamshira hammasi yopingandek, og'zidan kiryapti, shub yurib chiqyapti. Prям qon chiqyapti-da. Bu juda ham bolaga psixik travma-da bu. O'shaning uchun bunaqa psixik travmadan oldini olish uchun, masalan, Yevropada bundan bir necha yil oldin narkozga o'tib ketgan bu operatsiyalarda. Bizda hozir o'sha narsani bizda ham narkozda qilinadi, ya'ni uxlatiladi 10 minut 15 minutga yoshiga, kilogramga mos narkoz beriladi-da. O'sha shever endoskop yordam kirib, kerakli bo'lgan to'qiman olinadi, ya'ni adenoid o'zi olinadi. Adenotomga kirgan paytingizda valiklar bor, orqasi tenki bor, hammasi yulib chiqishi mumkin, chunki ko'rmasdan qilinadi, ko'rga o'rnak qilinadi u. Vizual kuzatib bo'lmaydi unda. O'shaning uchun tavsiya beramizki, endoskop va shever yordamida umumiy narkozda adenoid to'qimasini olishni.